og'iz hidlanishi, tish sarg'ayishi, milk qonashi, eng og'iri og'iz bo'shlig'ingizda rak kasalligi bo'lishini xohlamasangiz, bu xatoni boshqa qilmang. Ko'pchiligimizning uyimizda topiladigan zumnoy pasta bilan tabiiy zumnoy pastani farqini test qilib ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ham ko'rib turinglar, hammangizga manfaatli bo'ladi. Xullas, testimizni boshladik. Birinchi nomerda kundalik ishlatadigan zumnoy pastamiz, ikkinchi nomerda tabiiy zumnoy pastamiz. Bu eksperimentni qo'llarda ko'rsatib beramiz. Sababi tabiiy narsa teriga tez singadi, kimikatda tana qabul qilmaydi. Bu eksperimentda Husnora bizga yordam beradi. Keling Husnora. Assalomu alaykum. Natural zumnoy pastamizni olamiz. Ozgina nahot ketgan olib so'zga ham bo'ladi. Ko'rasizlar, bu birinchi ko'piryapti. Tishimizda ham zo'r ko'pirib beradi. Keyin yaxshi singadi bu. Qaranglar. Bu ham ko'rasizlar, mana hozir. Ozgina chiqaryapman. Ko'rasizlarmi? Bu ham to'g'ri ko'piryapti, uni singish qiyin bo'lyapti. Ko'rasizlarmi, qolib ketayotganini? Buni biz tishimizga ishlatamiz. Sizlar qo'lingizda ko'rsatib berdinglar degan savol tug'ilishi mumkin. Biz tishimizni yuvganimizda xohlasak xohlamasak so'lak bezlar orqali organizmga ketadi. Bu yillar davomida to'planib har xil yomon kasalliklar, boya aytganimdek, rak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Tabiiy zumnoy pastalardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Agar eksperimentimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, yaqin tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.